Men sizlarga hozir qanday qilib yaratgan Telegram botlaringni host qilishni o'rgataman. Bu host oddiy host bo'ladi, ya'ni bepul, ammo har 24 soatda kirib yangilab turasizlar, ya'ni kirib qaytadan reset turasizlar. Bu degani kirasizlar, ilovaga keyin yana qaytadan reset bosasizlar. Men sizlarga hozir buni to'liq tushuntiraman. Birinchi biz telefonda Play Marketimizga yoki App Store'imizga kiramiz. App Store'da bormi bilmayman. Men faqat Android ishlatganman. Xo'p, keyin bu yerga yozamiz. Telegram bot hosting mana chiqqan birinchisi. Menda hozir chiqib turibdi bu, uchga yozganman. Mana shu birinchisi qaynoq, ya'ni mana GSM Telegram bot hosting. Mana shu aynan shu ilovani o'rnatib olamiz. Aynan shunisini o'rnatib olamiz. Keyin buni ochamiz. O'rnatib olganimizdan ochamiz. Mana bu yerda shunchaki hammasi oson. Keyingi qiladigan ishimiz biz yaratgan botimiz, ammo botingizda bironta ham xato bo'lmasin xuddi. Agar hostingga joylanmaydi. Shuning uchun men sizlarga o'zim yaratgan oddiy botni kinobot, ya'ni biz kinobot yaratganmiz o'tgan videoda va shu botni men hozir sizlarga o'sha hosting qilishni o'rgataman. Telegramga kirganimizdan so'ng esa bu yerga men o'zim botimga kirasizlar. Hozir botim bor, botimda o'sha kodi bor. Mana Kaydarov Codesbot deyapsizlar. Kaydarov Codesbot mana username Kaydarov Codesbot. Qo'ycha bu kod yangi. Yaxshi, hozir bunga kirishdan kerak bo'lgani mana birinchisi Kinobot hosting va kodi. Mana shunga bosasizlar. Va mana tashabbuslar beradi sizlarga bot pay yigirmas text. Sizni qiladigan ikkinchi ishingiz kirasiz va bu yerdan mana bot pay bor-ku, buni bosib ochmaysiz. Buni mana bu yerga birinchi 3 ta nuqtaga bosib, mana bu 3 ta nuqtaga bosasizlar. Mana bu 3 ta nuqtaga bosganlaringizdan so'ng yuklamalar joyiga saqlash chiqadi. O'shani bosasizlar. Recruitment textni ham xuddi shunday qilasizlar. Keyingisi bir albatta ketganman ham telefoningizga Telegram bot hostingdagi ilovani yuklab oling deb. Keyingi qiladigan ishimiz bizada agar telefoningiz Akodi bo'lsa, Akodidan ham qilsangiz bo'ladi yoki menda Paydroid hozircha. Paydroid ochasizlar. Bu yerga mana bu 3 tani fayl ustiga bosib, open ni bosasizlar. Kirganingizdan so'ng oson, qiyin deb o'ylamanglar, juda qiyin bo'lib ketdi deyapti. Mana kirasizlar, mana bunga bosasizlar, fayl ustiga open ni bosasizlar. Internal storage ga bosasizlar. Kirganingizdan so'ng bu yerdan o'tkazasizlar. Bu yerda emas, mana downloadga bosasizlar. Biz nimadan yuklab oldik buni? Telegramdan yuklab oldik. Telegramga bosamiz. Yaxshi, kelinglar, Paydroidda bo'lmadi. Hozir men sizlarga Akodini tortib, telefoningizga Akodi tortib olinglar. Akodi deyotsadan chiqadi. Mana birinchisi shuni o'rnatasizlar. Akodini o'rnatib olamiz. Bu pullisi ham bor. Bu zo'rroqda. Ochamiz. Planetdan chiqib ketaylik. Paydroiddan ham. Akodini ochamiz. Ochganimizdan keyin radit ishni bosib qo'yaveramiz. Bunga kerak emas. Yangi faylga bosamiz. Fayl nomi bot.py. Demak, kinobot.py. Yaxshi, buni ochib oldik. Keyingi qiladigan ishimiz bu yerga boyagi faylni ochib olish. Bu yerdan hozir 3 nuqta ustiga bosamiz. Files. Mana filesga bosaylik. Select documentga bosamiz. Bu yerdan yaqinda ochganlarimizga o'tamiz hozir.
Qayerda? Eskilarim chiqib kelib Telegramga bosaman. 22-aprel kuni. Mana shu hozir mana shuni bosamiz. Birinchi bunga bosamiz. Shu kerak bizga asosiysi. Shunga o'tamizda portugallarga o'tasiz. Shunga o'tamizda mana bu yerda bot ID va token degan joyga o'tib, shu bot IDni admin IDni o'zgartirasiz. O'zingizga hozir o'rgataman. Telegramga kiramiz. Telegramga kirganimizdan so'ng esa bot fazilga o'tib olamiz. Bu boshqa yondimdan bot fazilga o'tib, bot fazilga o'tib, user info botga o'tamiz. User info botga o'tamiz. O'tganimizdan keyin mana o'zimiz IDni kirishinglar bilan bu sizlar boshqalardan olsa bo'ladi, boshqa botlardan olinadigan, lekin eng zo'ri shu user info 3 bot. Shuni olasizlar. Eng zo'ri. Bu olasizlar, olgandan keyin o'tasizlar rakodiga, bu yerga yana ID'larni qo'yasizlar o'zlaringni. Qo'yildi. Yo'q, qo'yilmabdi. Keyin esa botlarning tokenini o'zgartirasizlar. Hozir o'zim tokenni boshqadan qo'yishni o'rgatib qo'yaveray. Boyab endi bot faziliga kiramiz. Bot faziliga kirganimizdan so'ng o'sha o'zimiz yaratgan botni mana tokenni olamiz. Mana buni tokenni olamiz. Keyin tokenni bu yerga joylaymiz. Bu yerga joylaymiz. Mana qo'yildi-ku. Mana qo'yilmayapti. Yaxshi. Bo'ldi, o'rtasiga hozir qo'yildi. Yaxshi. Endi buni saqlanib qo'yamiz o'zimizga. Saqlandi. Qayerga saqlashni bosmayapman lekin hozir boshqa joyga saqlashga bosamiz. Papkani tanlashni bosamiz. Add to storage ga bosamiz. Papkani tanlash. Xo'p. Yangi jild kino bot vibe deb qo'yaman o'zimga. Sizlar o'zlaringiz boshqa narsa deb saqlab qo'yasizlar. Bu jildga foydalanishga ruxsat berish. Yaxshi. Bo'ldi, mana shuni ichiga saqlaymiz. Yaxshi. Bu o'zi recruitment teksti o'zgartirishlarning shart emas, do'stlar. Recruitment teksti o'zgartirishlarning shart emas. Yana bitta o'zgartirishlaring kerak bo'lgan narsalar bu yerda. Sizlar o'zgartirib qo'yaverasizlar. Menga o'zgartirishim shart emas. Mana bu yerdamidi? Tepadamidi? Xo'p, demak men hozir o'zim topaman, sizlarga ko'rsataman. Mana yerda bo'lishi kerak hozir. Bu mana bot username. Mana shuni o'zing botlarning username'ini o'zgartirib qo'yasizlar. Masalan, meniki hozir o'zing botlarning username'ini qayerdan olish bilasizlar-ku. Kirganlaringni bot o'zing yaratasizlar. Shuni qo'yib qo'yasizlar. Masalan, meniki mana bo'ldi. Menda shunday. Endi saqlagan fayllaringni bundan chiqib ketaverasan kodidan, Telegramdan chiqmagan holda. Boyaga yuklab oldik-ku recruitment text. O'shanga kiramiz. O'shani yuklab olamiz yana qaytadan. Yoki yuklashlaring shart emas, mayli. Kiraverak. Yana holatda ko'rsatib shunga bosamiz. Kino kodli botga bosib, recruitment text yana holatda yuklab olamiz. Bot payda endi bu bot payda qo'ymaymiz, chunki boyagi bot o'zgartirilgan. Siz ham shunday o'zgartirasiz boyagini. Kirib ichiga kodlarni. Ana endigi amet bo'ladi o'zi. Bot qo'yilmagan hali. Shu bot payga bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa bot payni hozir fayllar uchun topib olaman. Fayldan kiraman. Xotira
download Telegram Kinobot Vibe mana boya qo'yganim. O'shani bot paytani olaman, choose recruitment textga boyaga tortgan recruitment textimizni olamiz. Buni ham boyagidaqa qilib kirsam bo'ladi yoki men mana yerda bugungilar mana yerda yuklab olganlaring ham ko'rinib turadi. Mana shu recruitment textga bitta bosamiz. Keyin watch it deb bosamiz. Mana bu yerda turgan watch it. Mana bu watch it deb bosamiz. Reklamani ko'rib olamiz. Hozir iloji boricha tezroq mana buni qilishga harakat qilaman. Bo'ldi. Endi X bosib ketamiz. Bultim suvda qolsa ishlaydi. Har 24 soatda yangidan rest qilib turasizlar, update qilib turasizlar. Mana shunday kirib. Mana bosamiz bu yerda. Bo'ldi. Info kodli bot, Kinovibe uz bot. Info muvaffaqiyatli ishga tushdi deyapti mana. Ishga tushdi. Mana bu yerda ko'rsatib turadi ichotdagi bot ishlamay qolishini. Agar sizlar har 24 soatda men kirib buni update qilib tura olmayman, ne ishga ketib qolishim mumkin yoki biron joyga ketib qolishim mumkin. Aynan minutini poylab o'tira olmayman desalaring, masalan 1-2 soat qoldi, 3 soat qoldi, 4 soat qoldi tugashiga. Sizlar esa ketasizlar, lekin o'sha vaqt ichida bu yerga yetib kela olmaysiz, botlaring o'chib qoladi. Buni yo'l oson. Mana bu rest 24 soat hourni bosasizlar, mana buni bosasizlar, qaytadan joyiga qaytib qoladi. Reklama ko'rganlardan keyin. Bo'ldi, shunday bu qiyin emas agar tushunib olsalaring. Mana qaranglar, yana 23 soat 59 0. Mana joyiga tushdi. Stop bossam bo'tlanishini hozir botga kirib ko'rsataman men. Mana buni o'tamiz, kadar o'tamiz. Keyin bu yerdan kino boyaga botga o'tamiz. Mana botum start. Buni ishlatib ko'rgandim men. Hop. Mana start bosamiz. Start. Bot ishlayapti. Agar ishlamaganda bunday bo'lib turmasdi, bu chiqmasdi. Hatto mana sizlar adminsizlar bu botda. Kino yozishga bosasizlar. Kino kodini jo'nating deydi. Masalan, kiritganimiz 100. Kiritilmagan ekan. Mashhur kinolar. Hali kinolar yo'q. Kunlik bonus 100 ball oldingiz, jam balansingiz 100. Profilim bashakasiz o'rin ko'ryapti. To'g'ri turadi. Botimiz ishlayapti, ko'rib turibsizlar. Bundan siz adminsiz. Siz mana admin o'tasizlar. Mana bu yerda status berishga bosasizlar. Ko'p xabar jo'natilsa spam yeydi ekan botda. Mana format ID'ni tashlaysiz siz premium bo'lish uchun bu yerda. Mana ID'ni tashlayman va nima berish? Premium beramiz. Necha kunga? Cheksiz bosmanglar, keyin adminni udalt qilib bo'lmaydi do'stlar. Mana hozir biz 30 kunni bosamiz. 30 kunga berildi. Endi profilni bosib ko'rsak bo'ladi endi. Profil bo'limi hozircha nimagadir nosozlik bormi deyman. Tuzatishga harakat qilamiz. Lekin hozircha shu ham yaxshi. Start bosaveramiz yana bu. Ana. Sizda kino qo'shish ham bor. Mana kino. Hozir adminni ochaveraylik. Admin. Mana kino qo'shish, statistika, broadcast, kanal foydalanuvchilar. Mana jam foydalanuvchilar oddiy bitta, premium oddiy 0 ta, premium bitta. Siz o'sha broadcast, ya'ni broadcast obunachilarga, bot foydalanuvchilariga soобщение jo'natish, xabar jo'natish, kino qo'shish. Mana kino qo'shish bo'lsa, avvalo mana 100 3 talik son bo'lsin. Kino nomini kiriting, masalan, zo'r
kino tashrif buyuring, skip qilib yuborsanglar ham bo'ladi. Tashrif yo'nalishdan skipni bosamiz. Qanaqa kino? Serial masalan bu. Premium kinomi? Yo'q, premium emas. Video yoki faylni yuboring. Video yoki faylni yuborasizlar, kino qo'yiladi. Bo'ldi, qiyin joyi yo'q. Mayli, hammaga xayr, charchamanglar. Video zo'r bo'ldi. Yaxshi tushuntirdim degan umiddaman. Hammaga xayr.